18-19 aprel kunlari O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi boshchiligidagi yirik ishbilarmon doira vakillaridan iborat delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklarida bo'ldi. Tashrif dasturiga muvofiq Dubay shahrida Birlashgan Arab Amirligida faoliyat yuritayotgan investorlar uchun O'zbekistonda biznes yuritish imkoniyatlari taqdim etilib, B2B formatda uchrashuvlar tashkil etildi. Forumda mamlakatimizda tadbirkorlik muhitini yaxshilash va ular uchun imkoniyatlar yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, soliq va bojxonaga oid yengilliklar, biznes vakillarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Tadbirkorlar bilan tanishdik. Yangi bozorlar, Afg'oniston deganda biz uchun yangi bozorlar ochildi. Xomashyo tarafdan ham paxta masalalarini kelishdi, paxta ham olishi ancha foydali bo'ldi. Bunaqa uchrashuvlar albatta biz tadbirkorlarga juda ham foydali. O'zbekistonga investitsiyaga qiziqqan tadbirkorlar bilan ko'rishdik, muloqotlar bo'ldi. O'ylaymanki, kimyo sektor, tekstilda, elektronikada xaridor yangi bozorlar topdik. Juda foydali bo'lyapti bir-birlarimiz. Shuningdek, taqdimotlar davomida elektrotexnika, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, to'qimachilik va qurilish kabi muhim sohalarda O'zbekiston bilan ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Forum yakunida o'tkazilgan B2B uchrashuvlar ishtirokchilariga o'zaro manfaatli hamkorlik masalalarini muhokama qilish va dastlabki kelishuvlarga erishish imkonini berdi. Biz Termizdagi savdo zonasi, O'zbekistondagi xususiy bank sektori, shuningdek mamlakatingiz iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi rejalarni va imkoniyatlarni batafsil o'rgandik. Men mamlakatlarimiz o'rtasida yuk tashish maqsadida qo'shma korxona tashkil etish taklifini bildirdim. Bu orqali nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston mahsulotlari, balki Janubiy Osiyo mahsulotlarini ham Markaziy Osiyoga yetkazish mumkin bo'ladi. Tashrifning ikkinchi kuni O'zbekiston delegatsiyasi Dubay shahrida o'zbek va turk ishbilarmon doiralari ishtirokida biznes forum tashkil etildi. Unda ayni paytda Birlashgan Arab Amirligida faoliyat yuritayotgan Turkiyaning qator nufuzli kompaniyalar vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda qulay biznes muhiti, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish borasida sa'y-harakatlar muhokama qilindi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, tadbirkorlikda yangi sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha fikr almashildi. Forum davomida o'tkazilgan B2B muloqotlarda to'qiqon, kimyo, farmatsevtika, qurilish, logistika, IT va boshqa sohalarda hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Taqdimot davomida men ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldim va shuni ta'kidlashim kerakki, O'zbekiston barcha sohalarda katta imkoniyatlarga ega. Ayniqsa transport va logistika, energetika va bu yo'nalishlar bugun investorlar e'tiborini tortmoqda. Men ham bugungi uchrashuvdan so'ng media va kommunikatsiya sohasi bo'yicha O'zbekistonga sarmoya kiritishga qaror qildim. O'ylaymanki, hamkorligimiz xayrli bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklarida 2 kun davomida o'tkazilgan biznes muloqot va uchrashuvlarda mamlakatimizning savdo-iqtisodiy, investitsiya, eksport-import aloqalarini kengaytirish va o'zaro manfaatli yangi loyihalarni amalga oshirishga e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida kelgusida ham O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan shu kabi biznes forumlarni turli mamlakatlarda o'tkazib borilishi ma'lum qilindi.